Assalomu alaykum qadrdon obunachilar, yaxshimisizlar? Sizlarga qo'tir kasalligi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Mana shu buzovimizda 14 kun oldin LTF 130 vaksinasi bilan ukol qilgandik, inyeksiya qilgandik. Mana ko'rishingiz mumkin, bo'yindagilar qurib tushib ketyapti. Chegaralangan bo'ladi qo'tir. Shunaqa oqarib qolgani bu ancha yaxshi degani. Hozir bunga 14 kun ichida yana bir marta LTF vaksinasidan qilinadi. Bunga kasal bo'lgan hayvonga LTF dan bittasini ponni urib yuboriladi. Profilaktika oldini olish uchun narigi mollarga 3 grammdan qilsa bo'ladi. Bunga uydagilari yam, kralin, oltin gurgutni atrobonga aralashtirib qizdirib bosgan, baribir foydasi bo'lmagan. Eng zo'ri veterinar chaqirib LTF 130 vaksinasini inyeksiya qilgizib qo'ysalaring. 2 marta inyeksiya bilan o'zi qurib tushib ketadi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yamiz.